Koinotda havo yo'q, lekin kosmonavtlar kosmik stansiyada qanday qilib nafas olishadi? Oynani ochib, toza havo kiritib bo'lmasa, ammo stansiyada hech qachon kislorod tanqisligi yuzaga kelmaydi. Agar kislorod silindrlarda yerdan yetkaziladi deb o'ylasangiz, adashasiz. Silindrlar orqali yerdan kislorod yetkazilganida, bu havo atiga bir necha soatga yetgan bo'lardi va deyarli har kuni yangi yetkazib berishlar talab qilinardi. Bu esa o'ta qimmat va imkonsiz ish. Xo'sh, unda kosmonavtlar kislorodni qayerdan oladi? Batafsil tushuntiraman, lekin siz avval kanalga obuna bo'lib qo'ying. Aslida kosmonavtlar kislorodni oddiy suvdan maxsus qurilma orqali elektroliz qilish natijasida ishlab chiqishadi. Stansiyani kislorod bilan to'liq ta'minlash uchun kuniga atiga 6 litr suv talab qilinar ekan. Lekin xalqaro kosmik stansiyada suv qayerdan olinadi degan savolga javob esa sizni yanada hayratga solishi aniq. MKS, ya'ni HKS ga ichimlik suvi har doim ham yer orqali yetkazilaverilmaydi. Diqqat qiling, u yerdagi suv inson kundalik hayoti jarayonida hosil bo'ladigan chiqindilardan qayta ishlash va tozalash yo'li orqali qo'lga kiritiladi. Xullas, yer yuzidagi eng qimmat mana shu ishlanmaning ichida bor resurslar aylanaveradi. Stansiya o'zi nech pul turadi degan savolga javobni esa layklar soni 20 mingtadan oshganda maxsus video orqali javob beraman.